O'lmas Umarbekov. Damir Usmonovning ikki bahori. Bu qissa adibning eng sara asarlaridan biri bo'lib, unda inson taqdiri, tanlovlar va ma'naviy poklanish mavzulari mahorat bilan yoritilgan. Asarda insonning o'z vijdoni oldidagi hisoboti markaziy o'ringa chiqadi. O'lmas Umarbekov bu asari orqali bir necha muhim masalalarni ko'taradi. O'tib ketgan umrni orqaga qaytarib bo'lmasligi, lekin xatolarni anglash hech qachon kech emasligi. Inson o'z baxtini qo'rayotganida boshqalarning ko'ngliga ozor bermasligi kerakligi. Muallif qahramonning ruhiy holatini, pushaymonlik azoblarini juda nozik bo'yoqlarda tasvirlagan. Oddiy xalq va ularning mashaqqatli mehnatlari natijasida bunyod bo'layotgan ulkan o'zgarishlar va bu yo'ldagi berilgan qurbonliklar yoritilgan bo'lsa, bir fidoyi insonning vatan va xalq uchun chin dildan qilgan fidoyi xizmatlari va shaxsiy hayoti alohida mahorat bilan yozilgan. Xulosa o'rnida Damir Usmonovning ikki bahori bu shunchaki bir odamning hayot hikoyasi emas, balki har bir kitobxonni o'z o'tmishiga nazar tashlashga va bugungi kunning qadriga yetishga undaydigan falsafiy asardir. O'qing, biz tavsiya etamiz.